Namangan shahrida fuqaro ichki ishlar bo'limi binosida qiynoqqa solindi. Inson huquqlari bo'yicha ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, holat 2025-yil 14-avgust kuni sodir bo'lgan. 34 yoshli Abdulahad O'rmonov o'ziga profilaktika inspektori va boshqa xodimlar og'ir tan jarohatlari yetkazganini aytmoqda. Jabrlanuvchiga ko'ra, xodimlar kamera yo'q joyda uni 2 marta ko'tarib, bel va tos qism bilan betonga tashlagan. Keyin boshqa bir xonaga olib kirib, uchalasi dubinka va elektroshok ishlatib qiynashdi. Navbat bilan meni ko'tarib polga tashlashdi. O'shanda nafasim yetmay qolib, ichimda og'riq paydo bo'ldi. Ichlarim to'kilib ketgandek bo'ldi. O'tkazib turg'izdi, ermak qildi, deydi Abdulahad O'rmonov. Keyin O'rmonovni ichki ishlar bo'limi xodimlari shifoxonaga olib borishgan. Yo'lda o'zim yiqilib tushdim deb aytasan, yo'qsa bundan battar bo'lasan deya qo'rqitishgan. Fuqaroning onasiga ko'ra, qiynoq oqibatida farzandining qovurg'alari singan, jigari va oshqozon osti bezi ezilgan, o'pkasi teshilgan va bitta qora talog'i olib tashlangan. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi holat yuzasidan Namangan shahar prokuraturasi tomonidan qasddan badanga og'ir tan jarohati yetkazish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi esa holat vazirlik ishchi guruhi tomonidan o'rganilayotganini, aybdorlarning harakatlariga qat'iy chora ko'rilishini bildirdi.